Sizlarga va'da berganimdek, bugun mana shu qizaloqlar ko'ylagini va ikki xil naketka formalarini tayyorlashni o'rganamiz. Qizaloqlar uchun tayyorlanadigan bu andozamizni albatta Maryams metodi bilan tayyorlangan asos bolajon andozasidan foydalanyapman. Oldi va orqa asos andozalarini xuddi shunday plyonkaga ko'chirib olyapman. Bu yerda bellar hali kiritilmagan, ya'ni pretaливание qilinmagan. Asos andozani oldi orqasini 1 sm dan yelkalarini tushirib, oldi ochilishni xuddi shunday qilib joylashtirib oldim. Bu yerda men krылышка kichkina yenglarni ham qanday qilib tayyorlashni sizga ko'rsatib ketyapman. Xohlasangiz xuddi shunaqa yenglardan ham foydalansangiz bo'ladi. Naketka kiymagan holatda juda ham chiroyli turadi. Xuddi shunday ustidan plyonkani qo'yib, oldi orqaga naketkaning formalarini chizib olamiz. Men ko'rsatgan raqamlar bo'yicha naketkalar formasini chizib olasiz. Bu bizni birinchi naketkamiz formasi. Agar siz naketkalarni kengroq xohlasangiz, ikkinchi formadan ham foydalansangiz bo'ladi. Albatta qizaloqlarning qomatiga qaraladi. Agar qizaloqlar qomati nozikroq bo'lsa, birinchi naketkadan foydalaning. Naketkani yelkalarini xuddi shunday qo'yib olib, ustidan biz yoqalarini ham andozasini tayyorlab olamiz. Xuddi shunday andozani tayyorlab olganimizda ikkala naketkamizga ham to'g'ri keladi. Endi biz bellarini ham oldi orqada xuddi shunday tayyorlab olamiz. Agar sizga bellarini chiqarish kerak bo'lsa, albatta mana shu vetichkalardan foydalaning. Agar sizga bellari u darajada tor bo'lishini xohlamasangiz, vetichkalardan foydalanmasangiz ham bo'ladi. Yonidan men 1 sm kiritdim, xohlasangiz buni sal ko'proq kiritsangiz ham bo'ladi. Siz mana shu video darslikni yana ham to'liqroq ko'rib, o'rganib, sxemalarni ham o'zingizga yozib olishni xohlasangiz, albatta yopiq Telegram kanalimizga hoziroq ulanib oling. Izohlarda Maryams deb yozib qoldirib, obuna bo'lishni unutmang.